bunaqa germetikalar men faqat mashinalarga ishlatiladi deb o'ylardim. Aslida bunaqa yaxshi germetikalar mana bunaqa katyolni eshiklariga ishlatilar ekan. Ko'rishingiz mumkin. Buni qalinligini qaranglar. Buni ichi polni shumka qilingan, ichlarigacha ko'rishingiz mumkin. Azbiz qo'yib chiqilgan ichiga ovoz ham chiqmaydi. Dupullashini qarang. Ustiga mana shunaqa qilib mashinamni ham shunga qilib beraverasizmi? Katyollarimizni qismlari hisoblanadi. Alohida bu yerda shineklarini va eshiklarini tayyorlanadi. Bitta usta faqat shu yerda shu ish bilan shug'ullanadi, javob beradi. Mana bu yerda nalichik qilib tayyorlab qo'yilgan. Va yana bu yerda ustakamiz yana boshqa qismlarini tayyorlaydi. Bu yerda polni mana shu katyollar uchun uskunalar olib kelib qo'yilgan. Shu yerda sifatli qilib, arzon qilib tayyorlash uchun qilib qo'yilgan do'stlar. Bu yerda katyollarimiz mana. Bu katyollarimiz o'rtacha 5 million, 7 million atrofida chiqib keladi. Xudo ko'rsatmasin, kasal bo'lmasin, bitta bola girib bo'lib kasal bo'lib qolsa ham ash pul ketib qolyapti. Katyollar qo'yib qo'ysak, qishda xonalarimizni issiqligini bir xilda tempda ushlab beradi. Ya'ni siz qo'yasiz 50 ga qo'ysangiz 50 ga, mana misol uchun 50 ga qo'yib qo'ydim, 50 bo'lsa 50, 60 bo'lsa 60 gradusda bir xil tempda ushlab beradi. Bolalar kasal bo'lmasligi uchun. Qo'yib qo'ysangiz zo'r. Xonalar ham, remontlari ham iflos bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, ichlari ham turbalik, erib ketmaydi, chugun yoki temirlik emas, kitobli bo'ladi, aqlli keyin. Bir xil gradusga qo'yib qo'yasiz, ashunda ventilyator ishlaydi, olov beradi. O'sha 50 ga qo'yganingiz 50 ga chiqqandan keyin o'zini o'zi o'chirib beradi. Bu yerda pechkalarimiz, katyollarimiz har xil gabaritli kattalardan bor. O'zi tortadigan mana bir zapravka bilan 3-4 kunga yetadiganlari ham bor. Mana bu yoqda polniy zakaslar hammasi ashkasini qo'yiladi, chiqib ketaveradi. Nalichlari ham bor. Ustalarimizni polniy hammalari mana shu ish bilan shug'ullanadi. Ko'rishingiz mumkin, unaqa miyalarigacha bo'ladi. Hamda bu yerda gazoblok, penoblok, termopanel, katyol, pechka katta sex hisoblanadi. Bu yerda gazoblok uskunalarimiz ham bor. Gazoblok uskunalarimizni Navoiyga avtomat liniya. Biz o'zimiz pol avtomat liniya ishlatamiz. Akalarimiz kelib bizga yo'q, bizga bo'lsa avtomat liniya bo'lsin. Katta shartnomalarimiz bor. Domlar, binolarga g'ishlar yetkazib beramiz deydi. Mana biz o'zimiz g'ish qilgan g'ishlarimiz bu yerdan dastlabki bo'lyapti. Shuning uchun usti ochiq, o'zi usti yopib turish kerak. Mana avtoreskga kesilganini biz o'zimiz bu yerda 20 talik liniya bilan gazoblok ishlab chiqaramiz. Orqasida polni gazoblok uskunalar ishlab chiqaramiz. Bu yerda mahsuloti katyol, pechka, avtoreska, ruchnoy reskalar to'liq katta liniya. Bu yerda yotar joylar bor. Ya'ni vodiy vohadan keladigan bo'lsanglar, bemalol yotib qolib, ko'rib, gazoblok uskuna oladigan bo'lsanglar, mahsulotni quyib, o'rganib, uskunalar qanday tayyor bo'layotganini ko'rib, dastlabki jarayonda ham qatnashib, bila ketsanglar bo'ladi. Katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar yozamiz. Katyollarga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Biznesmen akalarimizni ham shartnomaga chaqiramiz, taklif qilamiz, bemalol yetkazib beramiz do'konlarga, uylarga. Bu yerda komplekt bilan tanishtiradigan bo'lsa, 20 ta qolip, avtoreska, bu yerda mishalkalarimiz ham yonboshga o'tilgan lentali bo'ladi. Suyonkamiz ham tonnalik katta katyollarimiz polni mayda detallarigacha solib, olib borib o'rnatib, akalarga ishlab chiqarishni ko'rsatib beramiz. Bitta insonimiz boradi, quyib ko'rsatib beradi. Mana joylar, mana uskunalar. Mana katyollarimizni ko'rishingiz mumkin, bu yoqda polni. Mana bu yerda yotar joylarimizgacha bor. Bemalol kelib, yotib, damni olib, o'rganib ketsanglar bo'ladi. Mana yotadigan joylar bor. Shu keladigan mehmonlarga qilib qo'yganmiz. Bemalol yotib qolib, o'rganib, damni olib, televizorlargacha bor. Bemalol kelishinglar mumkin. Gazoblok, penoblok, termopanel, termotravertin, katyol, pechkalar nima kerak bo'ladigan bo'lsa kelasizlar. Bizning manzilimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'ida. Mana bu Qo'g'ay Texno. Mana shu ko'rinib turgan 3 ta telefon nomerlar постоянно aloqada ishlab turibdi. Uchalasiga telefon qilsanglar bo'ladi. WhatsApp, Telegram hammalari bor. Bu yerda mana Lumbas apparatlari bor. Palestra blog ham chiqarsa bo'ladi. Bu yerda mini gazoblogimizni versiyalari bor. Mana shular $1200 dan boshlanadi. $1200 dan $8000 apparatga yuklab chiqarmoqdamiz. Sizlarga ham shu uskunalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, nomerlar yozib qo'yaman. Kelib, yotadigan joyda yotib, damni olib, ko'rib, o'rganib, xarid qilib ketishinglar mumkin. Unaqa tallarda chiroyli qilib ortib yuklab beramiz. Hammaga rahmat. Tomon bo'ylar kanalga obuna bo'lib, like bo'lib, laklari bosib turaverasizlar. Sog' bo'linglar.